ko'rib, videoni ko'rib, o'shanga sizlarga endi aytib o'tmoqchiman. Mana shu ho'lda ko'pchilik yutamiz biza puldan, mablag'dan yutamiz deb monolit qo'yishadi. Katta monolit qo'yish bu katta xatolik hisoblanadi. Mana qo'yilgan bizaniki mana shu yerdan bir chekkadan boshlab plita qo'yib kelganmiz. Plita qo'yib bo'lmaydigan joyga kelgandan keyin bu yog'i monolit qilingan, kichkina joyi. Mana shu joy monolit qilingan. Monolitni ham qanaqa quyilganligini hozir ko'rsatib o'tamiz. U inson aytayotganlari bo'yicha, nolayotganlari bo'yicha biza uyga oluvdik, zinasi bizga yoqmovdi, tikka o'qigan ekan, o'shani to'g'rilaymiz degan maqsadda zinani buzishganda bilib qolishibdi. Zinani orasida 40 santimetrdan armatura qo'yilibdi. Yo'q, bizda unaqa emas. Bizda juda borsa 20 santimetrgacha qo'yamiz. Mana shu o'ziga kamida 8 ta armatura tashaladi. Uni hammasini orasini katay-katay qilib 15, 20, 18 atrofida katay qilib to'qib turgizaman men. Zinalar ham mustahkam bo'lishi kerak. Mana bizani monolitimiz qatdan qatgacha. Mana shu plita qo'yib bo'lmaydigan joygacha monolit qilganmiz. Monolitning orasida ham mana ko'rasizlar qanaqa quyilganligi vibratsiyalar bilan qilingan, bu mikserda quyilgan. Mana plita qo'yilgan joyi. Mana buni ko'rsatib o'tib ketdik. Bu stejka bu. Topli polli stejkasi. Buni aytishimdan maqsad uy mustahkam bo'lishi kerak. Bir ursak do'tilib, o'pirilib tushgan videolargacha ko'rsatgan ekanlar. Men endi u narsani olib qolmadim, sizlarga ko'rsataman dedim. Men gapirib o'tganim uchun, o'sha odamni achinib gapirib o'tganim uchun, odamlar uy qurayotgan odamlar sal insof bilan quringlar deganligi uchun men aytib o'tibman bu narsalarni video qilyapman. Mani videoyimda ham bor, qanaqa monolit qilganimiz. Mana hozir sizlarga ko'rsatib o'taman kerak bo'lsa. Mana to'qigan xuddi mana shu uyga qilingan shu armaturalar. Mana xuddi shunaqa armatura to'qib, ustidan mikserda betonni quyib, bir tekisda qilib vibratorda vibrat qilamiz biz.